Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 22-iyun hafta kuniga yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Sergeli mashina bozoridan Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'taman. Abrorbek Raimov kanali uchun maxsus do'stlar. Bu reklama emas. Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. 24 aka, 26 ming yurgan, 26 ming. toza, Propani bormi? Propani bor, abes bor. Top toza. toza. 26 mingina yurgan do'stlar. 12 ming tan narxi 1800 1,5 ming bilan bank bo'ladi xizmatda. 12 ming, 1,5 ming bilan bank bo'laveradi. Bo'laveradi. Mana. Hozir nomerlarini ham ko'rsatib o'tamiz qiziqqanlar uchun. Ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga chiqib ketasizlar ertaga deyapti. Bir-biriga balla tushib qolsa, 12,5. aha, Bu bor 23. 23. 43 ming yurgan, 10 oy tonirovka, gaz qo'yilmagan. Benzinda toza. Toza. 10 oy tonirovka ruxsati bor. Monitor. Salonni ham ko'rsatamiz uni. Jihol poligi bor. 43300. Chexol polik bor bunda. Bor orqada. Ha, orqada yechib qo'yilganda. Hozir ko'rsataman. 23 48 ming. 43 ming yurgan. Tayyor turibdi. Shturish berib yuborasiz. Ha, unaqa eskirib ham qolmagan, yaxshi turibdi. Faqat hech qo'ydim. Oxiriga bitta qilib nomeringizni ko'rsatib qo'yib ketaman aka bo'lmasa. Mana bu ham bor. Aha. 23 tonni shumka, 10 oy tonirovka, Largo balonlar. 11400. 11400 ga bu. Chexol poliklar bor. Monitor. Tonirovka 10 oy bor ekan hali vaqti do'stlar. Hop, gazi bor, propan, abes bor. Ko'rishingiz mumkin. 58 ming yurgan. 23 11400 bu yer. Buni rangi Kenda Blue deydimi yo Darkman bu? Darkman. Do'kon gazi bilan kraska toza. Bu ham 1,5 ming 1600 bilan chiqib ketadi. 1500, 1600 lar bilan chiqadi. Chexol poliklar bor. 31400 yurgan. Monitorlar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yigirma besh probek mi aka bu? 7 ming. Ha, 7 ming yurgan aka. 23 tonni shumka metal. Bu qanchadi 25? 12600 ga tonirovkalar bor, 7 ming probek. Mashina orqadan ko'rinishlari do'stlar. Bu qanchada aka tanlar? 11,5 ming. 11,5 ming. Bu 11800. Chexol poliklar bor, 50 ming probek. Bu yo'q 1600 lar bilan chiqib ketadi. Xo'p. Metan gazlarimiz bor. Biz 24. 24 qanchada aka? 11800 8000 yurgan. 11800 8000 yurgan. 23 30 ming yurgan. Bu 11900 3000 yurgan. 24 11900 3000 probek. Bu ham 1600 1700 bilan chiqadi. Hamma bor. Boshidagi bes probekni qancha dedingiz aka narxini? 12,5 ming. Bu bor. 24 11900 29 ming yurgan gazi bilan. Mana. Toza. Devona bor. 9200 mexanika 19. Mexanika salonni ko'rsatib qo'yamiz. Nima bo'lsa bo'la oladi.
Xohlagan varianti bor aka? Bor. 107 ming yurgan. Varianti ham bor. Nasiya savdoga. Buni qancha dedingiz aka? 9200. 9200. Nasiya savdoga eng kamida necha pul kerak aka? 2000. 2000 bilan nasiya savdo qilib beraverasiz. Endi hammasiga ishlaydigan bitta nomer aytsangiz aka. 88lik 88 838 838 11 11 55. 1155. Vodiy viloyatlariga ham chiqaradi. Yozilgan. Ko'p joylarga vodiyga zapret bor deydi, lekin chiqarib Vodiylarga beraverasiz. chiqaraveramiz. Chiqarib beraverasiz. Musofir haftadan kanaldan desa, YouTubedan chiqaradi u. Bonusiga imkon bo'lsa chexol poli harakat qilamiz qilib bergani. Gap yo'q. Sizga rahmat aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hammasi bir kishidan bemalol aloqaga chiqaraverasizlar desa, har xil rangidan ko'rsatib o'tdik, bez parabeklarigacha. Bu narxi nechta?